Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana shunday kattakon Durdona to'y tantanalar majmuasiga davramizda uzoq yaqindan tashrif buyurib, ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan barcha yurtimiz yaxshilarini, sharif yurt Buxoro ahli hamda shahrimiz mehmonlarini kattakon saroyimizda ko'rib turganimizdan juda ham benihoyat shodmiz. Har holda yor sadolari, Buxorocha bodo sadolari ostida shohona bo'lgan oppoq yo'lakcha, kapalaklar bilan bezatilgan sevgi muhabbatning ajoyib ramzi timsollari tasvirlangan shohona yo'lakcha bo'ylab tashrif buyurib, kattakon sahnamizni band etib, bugun O'zbegimning sharif yurt Buxoroning yana bir baxtli oilasini tashkil etayotgan kelin-kuyovimiz Husniddin va Dildoraga ikki dunyo baxtu saodati kelgusida otalik, onalik baxti ilohim kelin-kuyovimizga musharraf bo'lsin va dunyodagi eng baxtimiz degan insonlar ham havas ko'ziga boqadigan ajoyib turmush qursin deb yaxshi niyati borlar davramizda bo'lsa, bitta qarsaklarni ayamaymiz kelin-kuyovimizdan azizlar. Boringizga shukur. Mana shu olqishlar sadosi ostida